Instagram juda ham kerakli bo'lgan yangi funksiyani chiqardi do'stlar. Bu narsa hali YouTube'da ham, TikTok'da ham yo'q. Birinchi, mana bu yerga mana akkauntingizni qo'yasiz va ustiga prям bossangiz bosiladi. Bosiladi. Bu blog rivojlantirish uchun zo'r. Ikkinchisi esa mana bu yerda siz xohlagan reelsingizni chiqarishingiz va uni ham ustidan bosib akkauntga o'tkazishingiz mumkin. Hozir qanaqa qilinishini ko'rsataman. Buning uchun bizga Edits programmasi kerak bo'ladi. Xohlagan video yoki rasmni qo'yib olamiz. Elementli degan joyidan, levasdan yoki bo'lmasam havola orqali akkauntingizni joylashtirasiz. Endi videoingizni ham joylashtirishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va kommentlaringizni kutib qolaman. Podpiska bo'lishni unutmang. Oldinda yana ham foydali ma'lumotlar bo'ladi va bu videoni Instagramni rivojlantirmoqchi bo'lgan tanishlarimizga tezgina jo'natib qo'yamiz.